Bu video Blank 2593 biz shu haqida gaplashamiz. U bilan mana bu yangi qiz yozib qo'ygan ekan, u sizga ko'proq o'yinchilarni tarqatib, sizni tinch qo'ymaydi. Biz Blank nima qilamiz? Undan hech qachon ad olmang Blank 2593 dan. Blank 2593 oldik. Lekin nimaga uni olmang deb. Biz buni 7 kundan sinab ko'ramiz. Va uning yuzi har qancha va u bizga do'stlik tashlagan ekan. Men uni olib qo'ydim do'stdan. Keyin kutib turdim va menga notanich odamlardan do'stlik keldi va iltimos delete qilmang, o'chirmang degan ma'noni bildiradi. Va u birinchi kun edi hali. Uning hamma narsasi yaxshi, lekin menga har sekundlab, har minutlab menga do'stliklarni chaqiradi va menga tashladi. Va kutib turdim. Uning ochiga yuzi xursand edi. U mendan va yana biz u bilan 18 ta kishi yozgan ekan menga. Salom dedi. Men esa salom deb chiqdi. Lekin u hali hech narsa deb yozgan edi. Kimlar olgani hammasi Roblox edi va unda bittagina do'sti bor edi va u 18 ta odamga obuna bo'lgan va unda lekin uni o'yinga yaratgan. Men yana salom dedim, lekin u partiyani boshladi va u qo'shil dedi va men qo'shildim bu o'yinga, lekin uning qo'rqinchli yuzlari menga sal qo'rqinchliroq tuyuldi va biz u bilan o'ynashni boshladik. U meni oldiga keldi va yo'q deb yozib ko'rdim. Hay, salom deb yozdim va biz o'ynaymiz dedik, lekin u yiqilib tushaverib boshqalarga yiqilib tushaverdi. Lekin u atirab o'zi shunday qildi, chunki bu yerda balki bir sir bordir va u plan edi. Chunki buni hammasi tepaga chiqib u bilan gaplashdi, lekin bu nimaga ayniqsa meni shunday qildi. Va men o'yindan chiqdim va Meksikan salon o'yiniga kirdim va biz o'yinni boshladik. Musiqalar o'ta ko'p edi va musiqani qo'ldimi asta borib o'yin ichida tanishib chiqdim. Keyin esa kutib turgandim, balki qo'shiladimi deb. Chunki men unga o'yinchilar qo'shilishini ochib qo'ygandim hammaga deb. Hammaga degan vaqtda hammasi o'ynayotgandi. O'shaning ichida balki Blank 2593 ham qo'shilib qolishi ham mumkindir. Men asta ichkariga kirdim va hammasi o'ynab lekin men orqa tomonlarga borib chiqdim. Lekin u o'yinga qo'shildi. Men bilgandim buni qanday qilib pichoqqa tushirish mumkinligini va uni kutib turgandim va u meni skinimda ketdi. Va u meni hamma narsalarim bor, faqat bitta yuz xato. U menga salom dedi, lekin men kutib turdim yana. Lekin nimaga meni ust kiyimim bilan bir xil qilib olgan? Mana bu meni Dashinash akkauntim va men bittaga obunachi bo'lganman. Keyin I love you Sofia dedim, men futbol o'ynashni yoqtiraman va kutib turdim. Va o'shalarni qo'yganim uchun ham kelib menga aytyapti va unda kutib turdim. U menga mana bu meni akkauntim, bu esa Blank. Bu xil bo'lib qoldi va remove contact'ni bosdim. U mendan adini olib tashladim. Keyin u aytyapti, sen yoqtirasanmi futbol o'ynashni debdi. Men esa ha deb javob berdim. Unda senchi deb savol bermadim, lekin kutib turaverdim. Nima bo'ladi ekan deb. 2G dedim. Men har bir o'yinga qo'shilsam ham qo'shildi. Lekin men ammo hech kim meni ko'rmaydigan, yozolmaydigan. U menga endi qo'shila olmaydi, lekin u hammasi bo'lyapti va ikkinchi kundan boshlab men uni qarasam, u g'amgin xafa bo'lib yotibdi va chatda yozibdi. Morning, ertalab deb yozibdi. Va u menga xayrli tong deb yozibdi. Nimaga Dashinash
U menga bitta yozgandan keyin yozdi, "Hey, is everything out?" deb yozgan ekan. Lekin men uni "Sen yaxshimi?" U menga yozyapti, lekin nimadir. Sen xato qilib qo'ydingmi yo biz sanaqa bo'lamiz? Bu yerda tarjima qilolmadim, lekin u iltimos yasashni to'xtatma degandek bo'ldi. Va biz uni yaxshilab ko'rsak, u aytgandek biz yaxshilab tekshirib ko'rdik va u ungan turdi. Lekin sen yaxshimi degandan keyin u something did I do something wrong. Lekin bu qiz yozganda buni olmagan va Roblox o'yiniga kirdim va men qo'shiqlarda ham bor o'shalarda va biz asta kirib ko'rdik va kutib shu yerlarda turdim. Shu yerlarda turganimizdan keyin kutib turdim. U xayrli kun lekin taqib o'tib ketdi, mayli uni hech narsa emas va kutib turdim. Nimadir bo'ladi yo yana bilan qo'shilaman desam, ajabtovur o'yinchilar o'yinga kirib bitta Bakon ili Bakon Grey qo'shildi. Va ikkalasi jim turdi. Men nimaga keldi ular dedim. Ular menimcha boyagi Blank 2593 odamlari bo'lsa kerak dedi. Lekin men uni oldilariga boray desam, nima bo'lar ekan? Xatilar orqaga o'zim ketgandek bo'ldim, lekin ular meni oldimga deyarli yaqinlasha olmadi. Ular to'xtab qoldi-yu, alana boshqa kal o'yinchilar ular mayli, lekin o'sha Bakon ili Bakon Grey o'sha ikkalasi bor edi. Ularni yaqinlashlarini ko'rsa menga yozgandi nimadir deb. Va oldiga borib ko'raymi yo yo'qmi ekan. Va ular jim turaverdi. Qani u yaqinlashadimi dedi. Va men borib ko'rdim. Va ularning ismi har xilcha edi va har xil xatoli edi. Ularni oldiga borgan zahoti ular o'yindan chiqib ketdi. Lekin nimaga bo'lishi mumkin deb o'yladim. Va menga o'sha paytlari har xil o'yinchilardan druzyalar kelaverdi. Va o'shandan ikkitasi ham menga tashadi. Boya u o'rmonda ko'rib qolgandek. O'shaning uchun biz uni qildik. Va Blanik 2593dan yana druzyani olmaymiz inventarga. Mana har xil ovozlarni ko'rdik va unda 111 Testing Proto degan nick bor edi. Musiqasi bor edi. U audioni ichiga kirib ko'rdik, lekin u o'yinda bizga xatolik yuz berdimi deb chiqdi. Va uni brauzer audiodan ko'rdik va uning musiqalarini hammasi shu yerda bo'ladi. Va uning Testing Pro degan qo'shig'i. Qani eshitib ko'r. Bu ayniqsa Blank 2593 va boshlab. Mana qo'z chiqarichi. Qanunda yana yozdik. Yo'q. Bu nima bo'lishi mumkin ayniqsa? Uning tovushlari xavfxona edi. Uni ovozi juda qo'rqinchli. U xavf edi, indamaganga. Menimcha shu sababli bo'lishi mumkin. Balki boshqa narsa. Va uning Testing Proto degan qo'shig'i hamma yoqqa tarqalib ketdi. Please, iltimos, chiqma. Nega sen boshqa o'rinlarga chiqaryapsan? Men seni qidiraman deb yozgan ekan. Va unda biz adkontekstni bossak bo'lardi, lekin onlayn dedi boshida. Men seni qidiraman dedi. Va men settingsga kirib va partiyalarni off, grup partiyam off qildim. Va ular o'chdi, menga endi chatlar hech narsa tasha olmadim, partiyam tasha olmadim. Va 3-kun. 3-kunda bu yerga bizni Blankimiz undan ham xavf edi. Chunki bugun 3-kun va undan ham xavfroq edi. Bo'tda hammasi yozgandek bo'ldi. Nega sen men haqiqiymi deb nimaga yomonsanmi dedi. Va men o'shandan keyin ularni o'qib va u xavfi oxiri g'amgin bo'ldi. Va undan keyin nima bo'lishini bilmadim. Va uni inventariga kiritdim. Va uning har bir narsasini tekshirib ko'rdim. Lekin inventarda deyarli hech narsa yo'q edi. Va kutib turganim va bu narsasidan hech narsa topolmadim. Faqat boshida xursand turdim. Lekin o'sha turish basharasi boshida yaronli bo'ldi va o'yinlar yaronliklarini yaxshilab tekshirib chiqdim. Bitta park plan 2593. Lekin u VIP deb qo'ygan ekan. Park o'yinga kirib ko'ray dedim.
va o'yinga kirdi. Va o'yinga ham kirdim. Va uning o'yinida oddiy faqat shunaqalar bor. Bular bilan nima qilaman dedim. Ustida yuramanmi? Nima qilaman ekan? Bu yerga kirishingiz taqiqlanganmi degan qog'ozlar ham bor. Qog'ozlarda aylanib yuraverdim. Yurishim bilan sal kutib turdim. Balki yana uni odamlar qo'shilar deb orqa tomonda turdim va kutib turdim. Va o'yinga boshqa bolalar ham qo'shilaverdi. Chunki hammasi bakon grill, hochaga 3-4 ta bakonlar ham qo'shildi. Lionel ham ana bakon grill ham qo'shildi. Lekin men bundan xavotir olmadim, chunki bu oldinlari ham bo'lgandi. O'tgan 2-3 kunda ham u bizni oldimizga keldi va ular hamma yerda turibdi. Va biz borib ko'raychi dedim. Qani borib ko'ray desam, ular hali ham jim turibdi. Nimaga ular shunday turibdi dedim. Oldiga borib shunday borsam, hammasi o'yindan chiqib ketdi. Va oxiri o'yinda yana bir lekin nimaga ular meni orqamdan qo'llatganini bilmadim. Lekin men buni tagiga yetishim kerak edi. Lekin boyagi ikkalasi ham ular ham oldiga bordim, ular ham chiqib ketdi. Lekin o'sha payt men kutib turdim. Yana o'yinchilar qo'shildimi? Balki qo'shilib qolardi. Lekin qo'shilmadi-yu. Nima qilsam deb boydan beri o'ynab turgan pastga ham tushardi. U yerda aylanib yurib, lekin ayniqsa men eng qiziqtiradigan savol nimaga ular o'yinga men ortimdan qilib va u yana ham meni, lekin u sotgan narsalar va yana men ro'zimni otlashadim. Olaymikan yo'q. Lekin u haqiqatdanmi dedi. Men esa bosib ketdim va uni ro'zimni otlashadim va biz kutib turdik. Uni basharasi eng yaxshi 3-darajali xafarga 3-daraja xursand, keyin o'rtancha g'amgin, keyin 4-kun. Menga 45 ta daraja keldi. Ularni hammasini olib chiqishim kerakmi deb. Menimcha men YouTube'imdan keldi deb o'yladim. Lekin unda iltimos, yo'q, o'chirmang degan yana o'zgartirgan narsalar bilan va u menga har soat qilaverdi. Undan hammasi har xil bakon grill. Lekin nimaga deb o'yladim. Kutib turaverdim. U qizda ham ayniqsa o'sha bo'ldi. Chunki u ham videosiga qo'ygandi, lekin unda 2 prosmotr. Iltimos, dalet qilmang, iltimos deb yozib chiqqan. Lekin uni yordam, help, don't leave, chiqmang, lonely deb. Nega? Lekin ularning har bir narsalari izlashga kirdim. Va kirib yozishga planiki 25.93 deb hisobladim. Va uni hali ham onlayn ekan. Lekin bu boshqacharoq bo'ldi. Chunki 4-kun bo'lgani uchunmi yoki va u turdim. Meni o'rta do'stlar. Lekin ham Aulia hammasi chiqadi deb bu yerda hamma narsa yozib chiqib faqat o'shalar ulardan qaytaraverib va men kutib turdim. Qarasam uning nimadir bor. Yana u menga yana bir o'sha qizni ham lekin keyin o'shani ham shuni ko'rdim. Lekin u offline edi. Chunki uni kirib ko'rdim. The account infeksiyalanganmi deb chiqdi. Bu account yangimi deb I sent you my new account. Please never add blank 2590. Undan add olmang. Blank 2593 deb. Men uni kutib turaverdim yana. Lekin u Robloxli, lekin uni videosini atchi ikkita ko'rdim. Lekin iltimos, to'ntalet deb bu qizga ham aytdi. Yana qarab Blanik 2593 hali ham onlayn ekan va men uni obuna bo'lganlarga qaradim va u 19 kishi tashladi. Birinchi o'rinda men turibman va log account infection
va Logging no back on this logging account back ever. in the account ever. Umuman qaytib kelmaydi bu account. Make a Keyin new esa account for reasons. What? ko'raysan. minute. Yangi account All abandoned. ishga to'g'ri keladimi They're deb all... account abandoned. Account banga kirgan. Bu account banga kirgan. Huh? Bu accountni sinchiring. Va bu qaytib kelmaydi. Bu account qaytib kelmaydi. Men yolg'iz. Chiq, men yolg'iz. Everyone he's ever deb yozib followed. qo'ygan. He was friends with at one point. Men ham bor edim. Lekin ana qilsam. Wait a minute. Shu oralarda One of his atga followers bitta is literally semisan online right lestor now. I decided to add this player to see if I could talk to him. I nimadir deb wanted to see if his lekin story would bitta line up faqat with o'sha mine. edi. So Unga I yozgan went to his balki profile. ular hammasi nima ekan, balki bu Alright, bolanga friend ham request sent. I'm gonna go so'rab get in and aytib out. ko'raman. Men unga Okay, don't jo'n judge me, it's been days. When I came back, the Oladimikan friend request yo'qmi? was accepted. This is a Pinning person who through was the once in the women same shoes I'm in out. right now. va Maybe unda I could find asla out ko'rib some more info. chat Or partiyalarni maybe ochdim, I'll guruh find out partiyani something I ham ochdim. don't want to hear. Va men unga yozaman, Okay, u ham alright. menga yozadi. Person add me back. Lekin unga yozmoqchi bo'ldim. Va I'm unga just gonna ask him and see if they know anything. I mean, they're literally followed by him. nima deb yozishni o'ylab qoldim. Hey, deb aytdim. Sen bilan ko'rishni taniysanmi? Dedi. Kim o'zi dedi. Deal with me. Buni tarjima qildim. Ha deb kuldi. Men nima qilinganini tushunmay qoldim. Why is he just U laughing? faqat o'shanaqalar yozaverdi. Lekin nimaga u uni yozyapti dedim. Kutib turdim. So'roqlarda tashladim. Lekin u ha deyishgacha kutib turdim. Sen juda qo'rqyapsanmi dedi. Va kutib turdim yana. Yozdi. I hope you enjoy private service because that's all there is. Men ularning hammasini jo'natganman. Dedi-yu, menimcha. Va u yana nimalardir deb yozayotgan. Men bunga juda ham qiziqib qoldim. Xush kelibsan. Sen ko'rsating ol Roblox wall. Bu narsalarni yozishda men o'shani tarjima qilmadim. Account infected deb hamma yoqda yozilgan. Bu account qaytib kelmaydi. Shularning bari hammasi menimcha shu qilgan. Hamma chiqadi. Menimcha bu uni uyushtirilgan ikkinchi akkaunt bo'lsa kerak. Bu hammasi men uchun atayin qilayotgan edi. Lekin uning testing proto musiqasi menga ham qiyin bo'ldi. Va musiqani men yana tekshirib ko'rdim. Qayta undab o'tirdim. Oradan narsa o'tib, musiqalarni tinglab, uni yaxshilab tekshirib, kerakli joylarni qaytaligini topishga harakat qildim. Va uni teskari qildim. Va kutib turdim. Va iltimos shuni hamma chiqib ketgan. Boshida birga do'st bo'lamiz deb, men seni qidiraman deb. Hozir 19 odamga obuna bo'ldim. Men o'shandan blank yana ko'rdim. Qarasam 19 ekan. Bitta hali menga yana ko'plar tashlayapti. Demak, bu eklar hammasi shu bo'lishi mumkin deb o'yladim, lekin afsuski umadim. Menga ham qiluvdi. Bularni kiyimlar 193. Uning boshidagi kulguli va uning va bugun 5-kun. 5-kun, lekin oxirgisi bo'lib ko'rmaman Sony 12 deb yozilgan. 4 odamdan oladi. Iltimos, to'xta, men qidirilmoqda. Iltimos, yordam deb yozgan. Lekin u nimaga unga deb yozganini men shunday xavotirga tushdim. Lekin nimaga deb u yozgan. Kutib turdim. Va unga bu yerda nimalar bor? Nimalar bo'lyapti bu? Va uning u yaratgan ekan. Museum degan o'yinda hali nolta o'yinchi bor ekan. Va men o'sha o'yin va uni yerda hi deb salom deb yozgan ekan. Va men bu yoqlarda kirdim. Zebox deb yozgan ekan. Va bordim. U yerda kitob bor ekan. Bu yerda The Freeze Prototype nuqta nimadir. O'shani chill lol deb
I found what I Brother, believe to be ultimos. some sort of conversation. Brother, Yok, please edit. don't edit this unless I'm here. Unless I am And here. then there's another I sign. mean, Chill. lol. chill. So it's No, almost like wow, this that. person's like talking to them. Ben bunlardan Bro, please go work on please. your map. Bro, please go work And then another, your can map. we get Raising Cane's? Raising I get Cane's, can we Yeah, get this is definitely a Raising? conversation between two people. Now, Evet. it seems him and his Ve brother burada were communicating on hamması this game neme together. yazganligini I bilmay guess they were qoldim. both trying to make a project. Nothing is Kutib finished. turdim. I mean, literally Ve empty. burada hamma narsani o'tamish deb. Lekin bu yerda yozgandek. Hi. Yeah, okay, that Yetga looks like something a salom brother deb would write. Clearly, it's not Va finished. Now, I biz really had to kitoblarni think here. I muqayasa, was truly lekin bu stuck. so'zlanmalarni I tried my best bilmadi to bu. add every single detail Hammasini together. All these kommentaga accounts yozib are ketdik. abandoned. Bu nima uchun Really bunday doing qo'yilgan? much. Bu nima degan kommentarga yozib ketsalaring men xursand bo'lardim. If all of the accounts Va are kutib abandoned, turdim. Uning hammasi offline edi, lekin boyagi bitta bo'lindi. game was as Uyga well. kirish taqiqlangan deb yozib qo'ydi. Viewed somewhere else? I What if mean, I could find this person's new Lekin account? savnak It's clearly olga abandoned like the rest menga of juda ham them. qiziqtirdi. One huge detail Uning bu gave the o'yini nega entire thing qo'yilgan? away. Cynthia uploaded that video on Bu February qiz 12th. yozganicha But what's uni interesting atga is this ikki kishi museum game was u updated 2 va days men later. o'zim But the person who updated uniki it was the boshqalardan first bo'ladi person to va abandon their account. so'rdim. So did they ever abandon their Uniki account? Why did they 2026 update their game? Is there ikkinchi something that I'm missing here? Why would it be updated recently? fevral That is kuni odd. And as I jumped over the 14 construction tape, I didn't realize I was about to lekin crack orqa this tomonga entire borib mystery. nima bo'lar bor ekan deb qiziqdim. Chunki uni asta orqasiga boraverdim. Bu yerda nimadirlar deb yozgan ekan. Va men uni kichkinalik jo'q Please add my iltimos new account. men I'm so sorry. admin Brother, neva please, account I'm menga sorry. addashaya I hope account moving out kechirasan. has gone Brother, well. please, I'm So wait, bir he's talking aka to his meni brother? kechirasizmi deb What yozgan happened to ekan. his brother? Va uni What did kutib he do? turdim. Nimaga ayniqsa shu. So Va I men searched up the new browser account orqasini and izlab I topdim. was very Va bu confused. haqiqatan o'yinchi ekan. Uning bitta o'yinchisi bor ekan. This Wait, account why did they abandoned. add? Abandoned. Wait, why would they add the Demak account uni under akasini ham new shunday bo'lgan. account? Did they not learn Va their demak lesson? uning bitta No, buni why would they qani add bor. this first account Bu again? yerda agar I mean, kimdir that's on bo'lsa them, right? o'shani So then I hammasini went to qiladi. the games tab and I found Va something men that buni would yana kutib finally turdim. reveal the O'yin truth yasaganlarni of ham this ko'r. cursed account No and plug why etse you should never bitta o'yin bor add ekan. blank Va 2593. u Apology to my blank brother. 2590 Yeah, what did you kill him? Apology to my atela brother. qo'ygan A o'yinni story topsam. in Riggs. Va u My brother, Astro please, I'm in sorry. Riggs Okay, we couldn't tell yozgan this. ekan. Va men bu Clearly an o'yinga apology. qo'shilgim keldi. I have to join this. This Lekin has to be boyagi something. unaqa bo'lmaydimi ekan. Va men o'yinga kirdim. Oh. Va o'yinga I got something kirganimdan called menga please read. iltimos read deb This is a yozgan. message Bu to my yerda katta brother, qilib but a PSA to the nimalar world. deb Please be bilmadim. careful of what has been coming out as of recently. Please enter the cart and click the red button. If it's you, brother, I miss you so much and I wish I could explain it to you, but this is my best shot. And once I looked around, I found Kechiradilar, men bu an yerda OG tarjima qila Roblox olmadim. cart ride. Oh, Agar tarjimasi it's like Disneyland. kerak Okay. bo'lsa o'z o'yingizni alright. ko'rib And it said click to'xtatib the red qo'yardim. button. Lekin men buni Oh, tarjima yeah, qila this is- olmadim. Va this men is like a kid ketaverdim. ride. Oh, Jesus, really Lekin slow. u Can I asta go a little yurayotgan. faster? Okay, yeah, Va men just a little bit. tezlashtirdim. I Yana don't want you to go tezlashtirdim. too fast. Va men sal borayotgandan keyin asta boraverdim. Va u yerga kirganimda please If if you you were my are brother, just my understand, brother I tried just to help you. interested I It tried said a story in to Riggs. help you. Men senga yordam bera olamanmi deb iltimos. Business. Va men bu yerdan yana o'tib ketdim. Whoa, Va ketaverdim, whoa, yana it ketaverdim. shows two people. Lekin bu yerda mencha It says, "Can't o'sha you please boyagi just leave me alone?" And bu akasi why does that look familiar? Milyavich qasammi That Miyav. part, wait a minute, is Demak bu that blank. blank? Demak bu Is this like ayniqsa his boyagi brother? blank. Lekin bu Hold on, I'm gonna go to the next boyagi one. bola. Demak This is ukasi like a Disney bo'lganmi ride. blank. Men tushunmay qoldim lekin bu yerda. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Now it's Bu showing yerda blank. brother. Asa aka blank, biz I'm pretty birgalikda sure. It do'st says, "I bo'lamizmi just want a friend." deb yozibdi. I just want a It friend says you were lonely deb. and you needed That some you were friends. lonely and you need some other friends. Guess maybe he Bu yerga helped tushmadim you yana. with something. Asa boraverdik. Va bu yerda asa It shows the brother. va bu yerda And akasi clearly he's not good at making boyagi friends. o'sha Maybe I yozibdi. can help I mean clearly he's not good. room. So his brother Deb noticed u that I do'stlar guess he bilan was yaxshi lonely, munosabat I bo'la guess. olmaydimi deb yozdi. He said, "Can't you deb leave me alone?" o'yladim So va maybe the men yana brother's getting ketaverdim. annoyed.
So then the brother said, "Let me use your laptop. I'll help you." Biz laptopda birga o'ynay olamizmi? Menga And there's sen Blanket. yordam beraymi dedi. What I'm Xo'p dedi. noticing Va is bu that boyagi laptop. Wait a o'yin minute, rasmi that's edi. the park where Va all those like ayniqsa bots boya joined men me earlier. o'ynadim, lekin bu yerda ko'p o'yinchilar That was like the boya brother's bo'lgandi. game. So I thought I would help you like any So other brother would. I will help you like any brother would. Nima deb yozgan ekan. Va bu yerda ko'p narsalar bor ekan. Claudio contribute to help when contact your Roblox Connect to account. Roblox account. Implement the instruction to Implement help instructions find to help friends. find friends. Yordam His brother was qidir trying to help him. do'stlarni deb AI yozdi. or something? Va men yana What ketaverdim. is AI? Va The next one it says, "Here you go, brother." And yana it says, "Did you work on my u game?" ikkalasining And then gaplashib it says, o'tdik. "But I made one Yana crucial o'tdim. Bu mistake." yerda ham nimalardir deb yozgan ekan. Kechirasizlar, men buni ham What did the brother do to his tarjima account? qilolmadim. Masa boraverdim, chunki bu qiyin so'z edi. Why am I Bu logged yerda out? yozgan ekan. Nega I am logged out. Men chiqolmayapmanmi deb yozganda. Men chiqdim deb yozibdi. Men bordim yana. Keyin bu yerda Brother said, "I was yozibdi. trying to help. I was Instructions for trying friend to bot. help me. Senga yana yordam Make bera friends olamanmi and deb. don't let them Ne bu leave you." yerda sen liave chiqsin deb mana The aytlarida brother, yozgan ekan. it says his Va password was changed password and change va said I password didn't need change friends. kerakmi debdi. I I didn't had do you. I had you deb yozibdi. Va bu yerda menimcha do'stini o'g'ri olganim. Menimcha bu boyagi akasi Over his account. oldida baqirgan It says, bo'lishi "If you are mumkin. reading this, please just Va bu forgive me. yerda I was just trying if to you help are you. reading this, It went please too just far. forgive It destroyed forgive your me. account. I was just I'm trying to sorry." help you but it went Wait a to minute, deb I yozgan barely ekan. slipped them in there. Men Hold on. bularni tarjima qilolmadim, lekin borib ko'r. Meni kechir. It says, "I'm Umuman sorry I never helped you umuman with the help et yordam. And Sen it shows a bunch sen of bilan boxes and parkga I boramiz. remember correctly, this was the little deb brother's yozdi. room. Bu yerda I guess shu he did move sabablar out. orqali bu yerda boya Never yo'qni forgiven his degan brother. aytib ketdi. Va bu yerda So the mystery of hammaga this cursed xayr. account was solved. And I thought of one Demaymizu true way boshdan yana to end o'shani the bilan curse forever. I think judayam they'll have a xavf. fun time in this Va bu two-player yerda hobby. ikkalamiz o'ynaganimizni video. Hammaga xayr.